Balalar mahşepkilerin isilligine çıralıqın qaranlar Jordan'ın ki. Mağını qaranlar, nima o'ylab ketdim denglar, voy. Bizim do'ppilarni ham Jordan bilan deyishib kontrakt qilib deganda. Mau bu Toronto'dagi sirchilar kesilami emas. Mau bakchiroq. Aman chiroq dizaynni o'tma bu yerda shepkini to'liq o'tirmakimizda ketman shepkilayapti. Shular ketdik. Yana boshqadan shepki götürmün berganda deyman. Qaysi bezida, qaysi alayda bo'lib taniydi. Hazır görüyorsunuz prezent mağana deyme. Gözüküyor Toronto'nun. Uzak koptu, pazarlağın çıkmalı, işlep tünegin işleyen. Ayaklarken paypaq diyen bilen ömrümde hoşamlap benim ya. Allah paypaqtın talim çıkmadım şu ömrümde hoşamlı yok. Ya biraz şu beş parmaklı mıdak tıkıdığan paylayga okşaş paypaqtın hakat tapamadım ama yapımda baktı. Şunu erkek satılan şimdi kime değil bence. Alamadı ısırttı. Şundan bilen bugünkü soğudumu asasen ahırlaştı demekçi. Tünügün şembe günü işligeçke vakit çıkaramay. Bugün yekşembe, bu da şembe günü 3 qetim oldu demişler atkalı. Bugün şu yekşembe yağmur yağıvadı da Toronto dehşetti. Şundan bilen kızım bilen anca soğuduluk çıkıladı diye makul deyip çıkıp kızımı çoğup kaldı şuna. Bizniki şu hozir ishlatgan shirkatning bak yaxshi yerlari ko'p deb davom etib turyapman. Xizmatchilar odatda shu Lashniki do'konlari bak ko'p, butun xalqaro bo'yicha 1000 dan ortiq do'koni bor. Shunga har oyda biz do'konga borsak, haqiqiy xizmatchilari undaq ikki narsani tanlab bekorlik beradi har oyda, ba'zi unutib qolman degandek. Demakchi qizim mani bir yaxshi deydi, bular bek o'qidi, qizlar zali bunday narsalarni men bu uyga kelib turma, bizning shirkatning narslarini degandek. Mana keyin qizim mani men uchun tanlab berdi. Ota sizmi ishlating deb. Men yosh vaqtlarda attirlarni anchamiz ishlatdik-ku, attir o'ynaydi isil. Hozir anchamiz ishlatamiz, ammo men attir ishlatmasam hozir Allohning puroqlarini Alloh xudolar bek biladi. Bedenge sınkitteki o pıraklarcı, bütünler organik yemeklerini yasaydı, tatlı pıraklı güllerden digendek. Şuna işleve geçke bedengim sınıp giderken tabi alda. Şuna basım hem de mani talep edi. Bu bedenlik yenimdeyimiz hem de bedenlik sürdüğün nesken body cream dep. Bu halka kolla yerlip girdi o. Kolla yerlip ne kesse şu bizim koldalam işlegendeki asan şuna muş yaxşı dedi, pırakı yok digendek asasen. Anandan keyin çoğun kızım mani yaxşı gördük, kichik mani yaxşı gördük, malane degandek. Apsımanı talab edişini qilib, degandek narsani qilib, bugun shoppinglarni tugitib qaytib keldik. Shunamda yomg'ir to'xtaydigan chiroy emas, shunaqasimi bir kun tamog'anlikka tushdan keyin hali dars orasida bir suhbat va leksiya. Anandan keyin kechqurun bo'lgan chog'da bizning yaniki Kanada'nın Walmart deb bir do'koni var, kechgacha ochadi. Odatda yakshanba kuni asosan 5 kishi taqab bo'ladi ko'p do'konlarni, ammo Walmart taqmaydi ekan. Shunga yer berib anchamiz yana sodliqlarni qilib, ertadan boshlab ishlaymiz deganlar yana. Xayr xo'sh do'stlar, davomliq a'zo bo'layotgan do'stlar ko'p rahmat, qo'llab-quvvatlab ayrim hollarda men a'zo bo'ldim deb naqib shundoq qilayotgan do'stlarim ko'p rahmat. Davomliq a'zo bo'linglar, pul davomliq deb turyapman, subscribe degan xatni bossanglar,
a'zo bo'lsalar pul ketmaydi, faqatlama yangi chiqqan videolar bo'lsa, sizlarga signal video chiqadi degan bir signal keladi faqat degandek. Endi ba'zilar manmu albatta dastlabda o'qimaydi bu YouTube'ning ishlarini. Bizning Uyg'urlar emas, boshqa millatlar o'qimaydiganlar ko'pkan. Bu jihatda pul avoldi deydiganlarchi. Bizning shirkatdagilarmi 10-20 yaqin hozir a'zo bo'ldi degandek. İngilizceni ko'proq chiqaray deb o'ylayapman yaqinda. Onundan keyin bir qiziq ish bor. Onundan keyin uni bir YouTube qilib chiqarma deyapman. İngilizceni men qanday o'rganyapman deb o'ngta tursiz deb o'rganyapman ku. Shu mening yashimdagilarga ta'sirladi albatta men 45 yoshda kelgan bu Kanadaga. Shunga hamda shu to'g'risida o'zimning qisqacha o'rgangan nimalarimni, tajribalarimni so'zlab beray deyapman. Albatta har bir o'ylarning o'xshamaydi, o'rganish usuli. Bu demsa xayr xo'sh, dam olish kuninglar xayrli bo'lsin.